Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda YouTube kanal ochayotganda qilinadigan 3 ta eng katta xato haqida gaplashamiz. O'sha birinchi eng katta xato bu YouTube kanalimizni ro'yxatdan o'tkazayotganimizda email, login, parolni esdan chiqarib qo'yish. Ya'ni kanal ochayotganimizda albatta o'sha Google orqali ro'yxatdan o'tamiz, to'g'rimi? Ya'ni email, login, parollarimizni kiritib, o'sha kodlarni terib kanal ochamiz. Shunda shu paytda biz o'sha login parolni doim ko'pchilik holatda, nima deydi, ko'pchiligimiz ko'p holatlarda esdan chiqarib qo'yamiz. Shuni bir ma'lum bir joyga saqlab qo'ysak yoki o'sha kompyuter o'zigami, Google o'ziga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. O'sha parollarni esdan chiqarmaslik kerak. Va oramizda bor shunaqangi odamlar ham qanday qilib o'sha parollarni tiklashni bilmaydigan odamlar ham bor. Parol o'sha telefon raqamingizga keladi yoki o'sha telefon raqami orqali siz qaytadan nima deydi, parolingizni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, yangi parol qo'yishingiz mumkin telefon orqali kirib. Xo'p do'stlar, YouTube kanal ochayotganda qilinadigan ikkinchi eng katta xato. Bu misol uchun siz ma'lum bir yo'nalishni tanladingiz. YouTubedan misol uchun futbol yo'nalishida ketmoqchisiz yoki yosh bolalarga qanaqadir bir multik kanal nomini va kanal logosini va bannerini o'sha siz chiqarayotgan kontentingizga nomutanosiblik, ya'ni bir-biriga mos kelmasligi bu eng katta xato. Misol uchun bu kanalim meni o'zim shaxsiy kanalim. Meni kanalim Mix, ya'ni men o'zim Amerikada bo'lganim uchun har xil kontentlar chiqaraman. Ya'ni bir ma'lum bir yo'nalish yo'q. Chunki bu kanal o'zbek auditoriya uchun va men bu kanalda hech qanaqa Amerika auditoriyaga men videolar chiqarmayman. Chunki bu kanal haligi futbol uchun moslashmagan yoki qanaqadir multik yoki qanaqadir kino serial uchun moslashmagan kanal bo'lgani uchun ham menda turli xil kontentlar joylayman. Shuning uchun kanal banneri, logosi, ism, familiyam bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Lekin men qanaqangi kontentlar chiqarishim to'g'risida bannerda yozib qo'yganman chiroyli qilib. Xo'p, kanal nomini, logosi, banneri bir-biriga moslashimiz bu o'sha xatoni oldini olishimiz degani. Xo'p, kanal ochayotganimizda uchinchi qilinadigan eng katta xato bu lokatsiya. Misol uchun YouTube kanal ochayotganimizda kanal lokatsiyasini, adresini Amerika Qo'shma Shtatlari deb belgilab qo'ysak, kanalimiz tezroq o'sha Google AdSense ga ulanadi. Baribir o'sha biz Google AdSense ga ulayotganimizda biz o'zimizni fizический adresimizni kiritishimiz kerak. Misol uchun men Andijonda yashayman. Andijon viloyati, palonchi tuman, shunaqa uy adres, telefon nomerlarini kiritishim kerak bo'ladi Google AdSense ga ulayotganda. Google AdSense bizga qachon ulanadi? O'sha monetizatsiyaga chiqqanimizda ulanadi. Ya'ni 1000 ta obunachilar soni va ko'rishlar soni 4000 soat bo'lishi kerak. YouTube Shorts videolari uchun 90 kunda 10 million prosmotr deyilgan. 365 kun davomida 4000 soat ko'rishlar soni o'sha katta vertikal videolar uchun deyilgan va 1000 ta obunachi ikkalasi ham, nima deydi, ikkala yo'nalishga ham bir xil. Xohlasangiz YouTube Shorts qiling, o'sha 1000 ta obunachi va 90 kunda 10 million prosmotr YouTube Shorts uchun. Bunaqangi uzun videolar uchun o'sha 365 kun davomida 4000 ko'rishlar soati va 1000 ta obunachilar, nima deydi, bularni talabi, YouTube'da talabi shunaqa. Shuning uchun xohlasangiz O'zbekiston deb kiriting, xohlasangiz Amerika Qo'shma Shtatlarini belgilashingiz mumkin. Va bitta narsani aytaman, YouTube kanalni to'g'ri tartibga solish kerak. Monetizatsiya ulashdan oldin YouTube kanalingizni to'g'ri tartibga solishingiz kerak. Misol uchun Google AdSense qilayotganda minimum payout deb qo'ygan, ya'ni siz minimum $100 pulgacha olasiz. Misol 90, 50 yoki $70 pulgacha olmaysiz. Pul yo'langandan keyin minimum $100 u yog'ini chegarasi yo'q. Misol $10,000 toping, $2,000 toping, farqi yo'q. Faqat o'sha pul yetishdi chegarasi $100. Kanalingizda qachon siz pul yecha olasiz? O'sha $100 dan oshsagina pul yecha olasiz. Ungacha siz pulni yecha olmaysiz, o'sha shotda turaveradi. Xo'p do'stlar, o'sha lokatsiyani to'g'ri kiritish kerak, uy manzili, boshqasi, chunki Google AdSense ga ulayotganingizda Google AdSense sizni uyingizga pin kod jo'natadi. O'sha pin kodni olib Google AdSense ga kiritasiz va o'shandagina siz YouTube kanalingizdan pul yecha olasiz. Google AdSense sizga pin kod jo'natadi. Shu pul yechish uchun kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p do'stlar, kanalni to'g'ri tartibda ochib oldingiz, lokatsiyalarni kiritdingiz. Endi bizga yo'nalish kerak, to'g'rimi? Misol uchun aytaylik, siz futbol yo'nalishida ketmoqchisiz YouTube'da. Yoki aytaylik, qanaqadir bir yosh bolalar uchun multik yo'nalishga ketmoqchisiz. YouTube nimani yaxshi ko'radi? YouTube doimiylikni xush ko'radi. Siz o'sha har kuni bir xil vaqtda, o'sha vaqtini o'zgartirmasdan videolar tayyorlab borishingiz kerak. Misol uchun nima deydi? Futbol to'g'risida video qilyapsiz. Mana 2026-yilda trendga chiqadigan yo'nalish bu futbol. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida jahon chempionati bo'lyapti. Mana O'zbekiston ham qatnashadi. Shuning uchun Amerika YouTube kanali ochganda lokatsiyani albatta Amerika Qo'shma Shtatlarini belgilash kerak. Agar Amerikada tanish bilishlaringiz bo'lsa, bu nur ustiga a'lodir, chunki Amerikadagi yashovchi tanishingizni uy manzili ham YouTube'ga kiritiladi.
Chunki o'sha misol uchun siz 100 ming obunachi bo'lsangiz, o'sha zolotoy knopka, nima deydi, kumush knopka ham o'sha odamning uyiga boradi, pin kod, Google AdSense pin kodi ham o'sha odamning uyiga boradi. Xullas siz O'zbekistonda turib hech qanaqa harakat qilmaysiz buning uchun. O'sha Amerikadagi tanishingiz sizga qilib beradi. Agar qanaqadir yaqin tanishingiz bo'lmasa, beminnat yordam beradigan odam bo'lsa, qilib beradi. Yokida Amerika YouTube kanali ochib beradigan servislar bor. Misol uchun O'zbekistonda ko'pchilik O'zbekistonda turib Amerika YouTube ochib beryapti. Misol uchun bu narsani men ham qilib berishim mumkin. Amerika YouTube ochib berib, sizga o'sha kanalni berishim mumkin. Misol xohlasangiz o'zingizning emailingizga ham ochib beramiz. Bu muammo emas. Xohlasanglar tekinga ochib beraman. Xohlasanglar o'sha tartibga solib ber, boshqa yo'nalishga tushirib ber desanglar, uni alohida Telegram kanallarimizni yopiq kanalda gaplashamiz gruppamizda xohlasanglar. Xo'p do'stlar, o'sha kanalga chiroyli nom tanlash, logo, banner va chiroyli yo'nalish tanlash va YouTube doimiylik xush ko'radi. Aytaylik siz endi issiqjon, har xil vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin, vaqt bo'lmay qolishi mumkin, boshqa ish bilan bo'lib qolishimiz mumkin, band bo'lishimiz mumkin yoki og'rib qolishimiz mumkin. O'sha bir kun qoldirib ketdik, kanalda aktivi reski tashlaveradi. Reski tushib ketib qoladi. Shuning uchun bir kunda 10 ta 15 ta yoki 30 ta video tayyorlab qo'yinglar, agar vaqtinglar bo'lsa. Va automatization degan narsa bor. O'sha maxsus bir saytlar bor. O'sha saytga videolar joylab qo'yasizlar, YouTube'larga login qilib, o'sha saytlar o'zi videolarni avtomatik o'sha kunga, o'sha soatga joylab boradi. Agar xohlasanglar, misol og'rib qolganingizda ham, boshqa bo'lganingizda ham video tayyorlamasangiz, oldingi tayyorlab qo'ygan 30 ta videongizni har kuni kunora joylab borsangiz bo'ladi. Demoqchiman, YouTube'ga doimiylik bo'lib turishi kerak. Orada uzilishlar, to'xtab qolishlar bo'lmasligi kerak. Mana shu eng katta yutuq. Va YouTube kanaliga yuzayotganda bizga thumbnail deb qo'yadi. Ya'ni YouTube'ga o'sha kanal nima deydi, biz tayyorlagan videoga obloshka. Obloshka ham eng katta e'tiborni nima deydi, tortadigan narsalarga kiradi. Ya'ni sizda YouTube page'da, misol uchun men YouTube kanalimga kirdim. Aytaylik, men shunday YouTube'ga kiryapman. YouTube'ga kiryapman. Siz qachonki futbol yo'nalishi, misol uchun men futbol yo'nalishiga qiziqaman, futbollar ko'raman deylik. Siz qachonki bir video joylasangiz YouTube'ga, mana bu meni page'imda, bu shundoq sahifamda sizni yangi joylagan videongiz menga ko'rinadi. Men bu videoda ustiga bosib kirishim uchun videoda ustiga qo'yilayotgan shablon. Misol uchun aytaylik, mana bu mashina. Bu yerda muzika berilgan, qanaqadir bas, studium qanaqadir yo'nalishda muzika post qo'yib qo'yibdi. Siz futbol yo'nalishini olib borayotganingizda ham mana shunaqa nima deydi, odamning e'tiborini tortadigan obloshka qilishingiz kerak. Что men mana shu videoda ustiga bosib siz kanalingizga videoyingizga kirib ko'rishim uchun. Mana shu narsa obloshka. Obloshkaga katta e'tibor qaratishimiz kerak. Misol obloshkalarni qayerlarda nima deydi tayyorlashimiz mumkin? Canva'da tayyorlashimiz mumkin yoki o'sha programmalar, har xil programmalar bor. Photoshopda tayyorlashimiz mumkin yoki nimada videoni boshlash yoki Pixar'da tayyorlashimiz mumkin. Har xil programmalar bor. Obloshka tayyorlash uchun programmalarda ham alohida YouTube'dan videolarni tushuntirib boraman. Uni keyingi qiladigan ishimiz hashtaglardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Ya'ni o'sha videoda futbol yo'nalishimi, futbol, Ronaldo, o'sha misol hashtaglardan to'g'ri foydalanib, chunki YouTube qidiruv tizimi ko'pincha hashtaglar bilan ishlaydi. Ya'ni related videos deb qo'yadi. Mana shu videoga aloqador videolar, o'sha tepadagi nomga aloqador videolar o'sha hashtag orqali qidiruv tizimida kelib chiqadi. Kim, misol uchun men Cristiano Ronaldo deb qidiruv berdim. Siz hashtag yozgansiz, Cristiano Ronaldo deb videongizga hashtag yozgansiz. Va o'sha nima deydi, aloqador o'sha nomga aloqador video bo'lgani uchun meni qidiruv tizimida sizning videongiz kelib chiqishi mumkin. Mana shu narsa eng asosiy narsalardan biri. Xo'p do'stlar, videomiz uzoqqa cho'zilib ketyapti. Demak, mana shunday foydali ma'lumotlar uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosishni unutmanglar, chunki videoga like bosib, ko'proq kommentariy yozib qo'ysanglar, mana shu video ko'pchilikka nima deydi, ko'pchilik rekomendatsiyasiga chiqadi. Demak, ko'pchilik bu narsalardan foydalanadi. Shuning uchun do'stlar, bitta like tayyorlaysizlar. Sizlar bilan keyingi videolar ko'rishguncha sog' bo'linglar.